Noldan boshlab B2 darajaga erishing. Bu endi yolg'on emas. Bugungi mehmonimiz 5 oyda B2 darajaga erishgan. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtirib o'tsangiz. Assalomu alaykum. Men Arslon va Mehriniso Xo'jaobod tumanidagi 27-umumta'lim maktabida 11-sinfda tahsil olaman. 5 oy ichida B2 darajaga erishishingizga nima motivatsiya bo'ldi? Ustozlarimning va ota-onamning menga bo'lgan ishonchi. Va eng katta yordam nima bo'ldi? Eng katta yordam bu yerdagi muhit, individual yondashuv hamda amaliy mashg'ulotlar. Sizlarga ham ushbu Arizon Learning Center o'quv markazini tavsiya qilaman. Keling, o'quvchimizni otasini fikrini eshitamiz. Assalomu alaykum. Haqiqatdan ham farzandimni mana shu Arizon o'quv markaziga olib kelganda qisqa muddatga yaxshi natijalarga erishishiga ozroq shubha bilan qaragandim, lekin mana shu 5 oy muddatda farzandim B2 sertifikatini qo'lga kiritdi. Bu uchun mana shu Arizon o'quv markazi ustozlariga va jamoasiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Boshqa ota-onalarga ham o'z farzandlarini mana shu o'quv markaziga olib kelib, qisqa muddatda sertifikat olish imkoniyati yaratib berishiga tavsiya qilib qolaman. Agar siz ham qisqa vaqt ichida natijaga erishmoqchi bo'lsangiz, biz sizni o'quv markazida kutamiz.